Menimcha, quvonchli kun. Chunki Anora Yakubovna yana 4 taga ko'paydi. Bir oy davomida men bilgan hamma narsalarni full face nitlarimiz, beritilizantlarimiz, egzosoma hamma texnikamizni shu ikkita qizimiz o'zlashtirishdi. Bir oylik kursimizni tugatishdi va o'zligi alohida mustaqil ravishda ish boshladi. Bularga sertifikatlarini berib taqdirlaymiz. Saodat va Shahodat barcha molding iplari bo'yicha sertifikatimizni topshiramiz. Keyingi yo'nalishimiz bo'yicha full face muolajalari bo'yicha Shahodatni yana taqdirlaymiz. Va oxirgi yo'nalishimiz beritilizant va egzosomalar yuzi sifatini oshirish bo'yicha Shahodatni yana bir bor tabriklaymiz. Saodat va Shahodat men yonimda anchadan beri yuribdilar. Men bilgan barcha texnikalarni, barcha ishlarni juda ham yaxshi qiladilar. O'zlari endi xudo xolisa отдельно ish boshlayaptilar, lekin bularni o'zim yonimda olib qolaman, chunki menga juda ham ko'p foydalari tegadi. Farg'ona shahridan Mohigul sizni ham sertifikatlar bilan taqdirlaymiz. Juda ham chaqqon, hamma narsani tez ilib oladilar va sразу praktika qilishga kirishib ketadilar, xuddi menga o'xshab. Sizga nitlar bo'yicha, mana beritilizantlar bo'yicha va albatta full face muolajalarimiz bo'yicha sertifikatlaringiz tabriklayman. Xudo xolisa boshlagan ishlaringiz xayrli va omadli bo'lsin. Yana bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Meni shogirdlarim hammasi institut o'qiydigan vысшее образование kosmetologlar. Men bilan qolgan shogirdlarimni ish jarayonlarini, birga qilayotgan hamma praktikalarimizni istoriyalarda qo'yib boraman. Istoriyalarimni kuzatishda davom etinglar.